Assalomu alaykum aziz obunachilar, uyingizga mana shunaqa chiroyli oshxona mebellarni qo'ydirmoqchimisiz? Unda bu videomiz aynan siz uchun. 1 metrga 240 balandligi 3 million 100 ming so'mdan qilib berishgan. A1 kanali obunachilari uchun bonuslarni qaranglar. Mana bunaqa musurni paqirlar ichida bo'ladi. Mana bunaqa moykalar eng oxirgi dizaynda qilingan original moykalar mana shu hamma sizlarga bonus bo'ladi. Mana bunaqa sushilkalar ham bonus sizlar uchun. Albatta, oxirgacha ko'ringlar. Bundan tashqari yana ko'plab bonuslar bor. Mana Doniyor akamiz 25 yil stajga ega bo'lgan mebelchi usta. Hozirgi ko'rib turgan mana bu mebellar akril materialda bo'lgan. Bu yerga mana gazlarimizni joylashtirganmiz. Xolodilnik boshidan kelsak, bu tomonda o'ng tomondan xolodilnik kelgan. Mana bu girdidagi mana bu kromkalari mana 2lik, eng oxirgisi. Bundan eng qalini. Va ana shu narsamiz mana bu ichki tomonlariga ham urilgan mana. Mana bu ichki tomonlari ham ponni shu qalin kromkada bo'lgan. Ishimaydi, ponni Yevrostashkada yig'ilgan. Eng ahamiyatga molik joyi mana bu stalishnicamiz. Stalishnicamiz rossiyskiy kedr 4 santimetrligi. Qalini. Eng qalini shu bo'libdi. Bundan ham ingichkalari bor, ha? Iminni agar sharoitga qarab turib, mana shundan qilsa, eng birinchisi belermaydi. Suvga nihoyatda chidamli narsa bu. O'ta baquvvat ishlangan bu. Mana gazning ikki yoniga mana kargolarimizni joylashtirganmiz mana. Onni vakuum davutchilik mexanizmda bo'lgan bu. Bu baquvvat mexanizmlari. Mexanizmlari baquvvat. U hali arzon narsalar ishlatilmagan. Hamma yo'g'i davutchik. Hozir mana shu общий hammasi nechta pul tushyapti ana shu? Mana shu isda. Hamma yo'g'i ustunovkalar ichida, dastavka, olib borish, o'rnatish hamma narsasi ichida bo'ladi. Biz oynani oldin mana bu akril materialdan biz ramka qilar edik. Endi shu narsani keshdikda hozir yangi model qildik. Mana sushilkaga oynali joy qilganmiz. 6lik oyna, kalyonli, petlasi ham oynani o'zida, ruchkalari ham o'zida, hali osilib qolmaydi, sinib ketmaydi, singan taqdirda ham ziyoni tegmaydi. Kalyonli oyna. Kalyonli, baquvvat, ha? Baquvvat. Ancha-munchaga sinmaydi bu. Chekalari mana frezer qilingan, qo'lni kesmaydi mana. Bola chaqaga ham, katta kichikka ham, misol mana bu qirg'alari ham mana qo'lni kesmaydi. Har bitta polkamiz 30 kilo, 40 kilogacha yuk ko'taradi. Maketini misol uchun mebelda 70-80% da mebelni tushunarli holatga olib kelib qo'yamiz mana. Shu planshetda chizib, mana shu planshetda 3D variantda chizamiz. Iloji bo'lsa, misol uchun bitta oshxonani remontiga misol uchun 10-15 kun vaqt ketsa, shuni boshlashdan oldin bizni chaqirsa, biz boramiz, o'lchaymiz, 3D variantda ponni biz chizmalarini chizib, maketlarini yasab beramiz. Ana shunda idealni chotga chiqadi. Chotga chiqadi. Donor aka, mana shularni endi pagonometriga hisoblanadimi yoki kvadratga hisoblanadi? Nech pul bo'lib ketadi yo'q? Oshxona mebel olmoqchi bo'lsangiz, albatta bu video rolikni oxirigacha ko'ringlar. Boshladik videoni.